Choco Medovik eng oson usulda 1 soatdan vaqtingiz ketmaydi. Like bosib retseptni saqlab oling. Qozonchaga asalni quyamiz. Tegini pastroq qilib yoqib, ichimlik sodasidan solib aralashtiramiz. Chiroyli qiyom rangiga kirgach, olovni o'chirib, sariyog' solib aralashtirib qo'yamiz. Idishga shakar, tuxum solib, venchikda aralashtirib, biroz iligan qiyomni quyamiz. Aralashtiramiz. Ichimlik sodasini uksus bilan o'ldirib, massamizga qo'shamiz. Choco Medovik uchun kakao hamda unni elakdan o'tkazib, yaxshilab aralashtiramiz. Shunaqa suyuqqina massa hosil bo'ladi. Suyuq massamizni to'rga bo'lib, har birini pergament ustiga qo'yib tekislab pishirib olamiz. Qizigan duxovkada 10 daqiqadan pishirib olamiz. Yorg'oreshin kremi uchun 45% qaymoq, varyonniy moloko, shakar upasi, labnit tvorojniy sirni solamiz va qotgunicha mikser qilamiz. Mazasi ham, rangi ham o'zgacha bo'ladi. Korj ustidan kremni surib, to'rtala qatini ham xuddi shunday qilib terib olamiz. Tekis bo'lishi uchun korjlarni bir xil razmerda kesib olasiz. Chiqqan korjlarni maydalab, ustiga, yonlariga sepamiz. To'da retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilishni unutmang.